Assalomu alaykum azizlarim, tinchmisiz, omonmisiz? Hammalaringizni yaxshi ko'raman, yaxshi kayfiyat tilagan holda raskladimni boshladim. Avvalambor kommentariyada yozganlaringiz uchun ming bora rahmat, tashakkur. Tojikiston, Turkiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'izistondan do'stlarim borligidan minnatdorman. Albatta perevod bilan eshitayotgandirsizlar. Rahmatlaringiz, tashakkurlaringiz uchun o'zbekistonliklar hammalaringizni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Sizlar uchun xizmatdaman. Ilohim bardavom bo'lsin. Qandaydir foydam tegsin degan umiddaman. Rahmat hammalaringizga. Ovozim past, to'g'ri, ishga boraman. Ishdan charchayman, charchaganim bilingan. Shu uchun balandroq gapira olmayman. Sekin gapiraman, shunaqa o'zimga ham kucha yoqmayapti. Harakat qilaman, to'g'rilashga nasib bo'lsa esga tushadi hammasi. Hozir ko'pchilikni savoli dushmanlarimiz haqida ko'ring, uchinchi shaxslar haqida ko'ring, juda bezovta bizlar, juda hayotimizni murakkablashtirib degan savollar tushdi. Shuni yuzasidan hozir sizning dushmaningizda munosabatingiz qanday? O'zingizni qanday tutyapsiz? Shuni kartalardan so'raymiz. Nima qilishingiz kerak dushmanga? Uchinchi shaxslarga hamma o'ziga qaratib olsin. Faqat sevishganlarni o'rtasidagi yo er-xotinlarni o'rtasidagi kundoshi uchinchi shaxs emas. Oilada, ishxonada yoki hammaga raqib bor. Shu uchun o'zingizni muhitingizga, vaziyatingizga qarab to'g'rilab eshitaverasiz. Bu hammani energiyasi tushyapti. Kimni to'g'ri kelmay qolsa, energiyasi tushmagan. Demak, boshladik. Mana karta tanlab qo'ygan edim. Hozir bu yerda aytibdi. Meshti deydi mana bu kartada. Sizlarga orzu va iste'dodingizga ishonishingiz, o'zingizni rivojlantirishingiz kerak ekan. Mana dushmanga, uchinchi shaxsga bog'lanib qolmasdan, o'zingizni orzu iste'dodingiz bo'lsa, biron iste'dod bormi? Mana shunga deydi, o'zingizni tik turib ishoning o'zingizga deydi. Dushmanga tobe bo'lmang deydi. O'zingizni rivojlantiring deydi. Mana bu tomonida aytyapti. Shu karta chiqdi-da. O'z qadringizni tushirmang. Sizga kam munosabat qilganga rozi bo'lmang deyapti. Tushundingiz? Eshitilyaptimi yaxshi? Sekin gapirmayapman, bilmayman. Keyin tugagandan keyin sezaman o'zimni. Bunda deydi, mana ikkinchi kartamizda qarorsiz qolish, ham tanlov, harakat bo'lmasa vaziyat o'zgarmaydi deydi. Sizni shu uchinchi shaxsga, dushmaningizga qarab qarorsiz o'tiribsiz, qo'lingizdan hech ish kelmaydi. Siqilib o'tirishdan boshqa chora yo'q. O'tiribsiz, kuchingiz yetmaydi, qila olmaysiz, unga chora topa olmaysiz. Siqilyapsiz, lekin o'zingizni o'zingiz yeyapsiz. Juda qattiq ichki holat, notinchlik deyapti. Mana shu holatda deydi, sen qaror qilmasang, tanlamasang deyapti, vaziyatni o'zgartira olmaysan deydi. Bir qaror qilganda bu vaziyatdan chiq deydi. Dushmanga tobe bo'lib o'tiribsizlar, juda kuchli bir ko'pchiliklaringiz. Kimga to'g'ri kelmasa, demak energiyasi yo'q beri. Meni hayotimda dushmanim yo'q, uchinchi shaxs yo'q deyotganlar bo'lishi mumkin. Sizlarga tegishli emas. Demak, aytyapti. Mana agar deydi siz qaror qabul qilmasangiz, bir tanlov qilmasangiz deydi, vaziyat shu o'zgarishi uchun deydi, dushmandan, uchinchi shaxsdan g'olib chiqish uchun deydi. Yana deydi, tushkunlikka tushaverasiz, vaziyat hech nima o'zgarmaydi deydi. U yomonligini qilaveradi deydi. Boshqalarning muammosi deydi, o'z yelkangizga ortiqcha olmang deydi. Boshqalarning muammosini deydi. Agar siz ortiqcha olsangiz deydi, siz uni hal qila olmaysiz. Nima muammoni o'z yelkangizga olibsiz, qo'yib yuboring ekan. Bu kartada shunaqa deyapti. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi deydi. Faqat og'ir yuk ko'tarasan xolos deydi.
vaziyatni o'zgartira olmaysan deydi. Boshqalar muammosi. Bu yerda aytyapti. Sizga deydi, faqat odat bo'lib qolgan deydi. Lekin siz to'sqinlik qilayotgan bog'liqlikni ko'rsatishingiz kerak deydi. Mana. Siz ana bu ahvolda turibsiz, dushman uchun shaxsni dastidan sizga berayotgan hujumu zarbasidan bunday turma deydi. Odat bo'lib qolgan, sanga shu qayta tushkunlikka tushasan, shunaqa yomon ahvolda bo'lib ketyapsan dushmanning dastidan, uchinchi shaxslar dastidan deydi. Bu seni yana battar to'sqinlik qiladi sanga deydi. Bog'liqlikni ko'rsatishi mumkin deydi. Faqat to'siq olasan bunday turgan ahvolingda bo'lsa deydi. Sen bunday tur deydi. O'zingga qaror qil, o'zingni iste'dodingni ko'rsatyapti-ku yuqorida. O'zingni qadringni bil deydi. Senga kam muomala qiladiganiga umid qilma deydi. Pastga yetib deydi, yana unga o'zingni yerga urma deyapti-da. O'zi boshqalar muammosini o'z yelkangga olma deydi. O'sha muammo qilib o'tiribdi sizga. Muammo bo'libdi. Uchinchi shaxs dushmaningiz. Siz yelkangizga olib, tushkunlikka tushib turibsiz. O'zingizni himoya qilish deydi. Qadringizni saqlash va shoshilmay qaror qilishingiz kerak. Dushmanga, uchinchi shaxsga nisbatan. O'zingizni himoya qiling. Ko'p o'ylash ham odamni kasal qiladi. Pauzada turibdi, misol dushman dastidan sizni munosabatingiz. Ularga deydi, jahl yoki hissiyot bilan keskin qaror qilmasdan deydi, oldin to'xtab, yaxshilab o'ylang deydi. O'zingizni himoya qiling deydi. Qadringizni saqlash deydi. Va shoshilmay qaror qiling deydi. Tashqi dushmandan ko'ra ichki ikkilanish va bog'lanish juda kuchli sizga deydi. Mana, g'arq bo'libsiz. G'am tashvishga kerak emas. Umuman uni deydi dushmanni, uchinchi shaxsni yukki sanga shunchalik ana bu yerga aytdi-ku yuk. Mana shunchalik yuk bo'lib o'tiribdiki sanga deydi. Yaxshi odamning muammosi, kayfiyati deydi. Boshqa odamning deya kechirasizlar. Mas'uliyatni o'zingizniki qilib olmang deydi. Sizga tegishli bo'lmagan aybdorligi yoki xavotirni ko'tarib yurmang deydi. Kimningdir tanlov va harakatlarini siz to'liq nazorat qila olmasligingizni biling deydi. O'z kuchingizga, o'z hayotingizga qaytaring deydi. Shu munosabatingizni. Bu insonning yukini, o'tmish muammosini, qarorsizligini siz ko'tarmang. Nima kerak sizda? deyapti. Dushmaningizni muammosini ko'tarib yurgan ham ekansiz-da. U dushman ekan sizga. Sizga dushman bo'lmasa muammo ko'taradim. deyapti bu yerda. Ana bu kartada aytyapti. Bu ham chiqdi-da endi. Bu ham maslahatga oldim ko'proq bo'lsin deb. Kecha kam gapirdingiz degansizlar. Bu yerda aytyapti, qaror qayerga borishni tushunish uchun orqaga, o'tmishga va oldingi vaziyatga, eski vaziyatga qarab qolishni to'xtatishing zarur deydi. Qarang qanday ahvoldasiz. Faqat orqani, o'tmishni o'ylayapsiz. Meni shunday qildi, menga shu qasdini qildi, men shunaqa bo'laman. Nima uchun? Orqa. Umuman orqaga qarama deyapti. Mana orqa shunchalik sizga qo'rqinchli. Ko'rinyaptimi kartam? Orqaga qarab deydi, mana bu ahvolda ekansiz hozir, bunday qilma deydi, eski vaziyatni tashlab yubor deydi. Hamma narsani mukammal qilishga urinib, o'zingni to'xtatma deydi. Avval harakat qiling deyapti, keyin yaxshilaysiz deydi. Hamma narsani sirrazi ideal qilaman, hammasini tez bitishi kerak dema deydi. O'zing uchun o'zingni tushun, yaxshilab o'ylab ko'r, keyin harakat qil deydi. Yaxshilanadi deydi. Yaxshilaysiz deydi. Albatta qo'lingizdan keladi deydi. Shu uchinchi shaxslar, dushmanlardan g'olib chiqasiz deydi. Faqat deydi, tez, hozir mukammal urinib, majbur vaziyatni to'g'rilama o'zingga qaratib deydi. Qila olmaysan deydi. Avval harakat qilgin deydi, o'zingni ustida ishlab vaziyatni qaysi yo'l bilan yechishni, dushmandan, uchinchi shaxsdan
chiqib ketish vaziyatida qutulish yo'lini yaxshilab o'yla deydi. Keyin deydi, albatta sen yaxshilaysan deydi. Sen g'olib chiqasan deydi bu kartada. Lekin orqada qarab turaversang deydi, mana bunday ahvol bo'ladi deydi. Hozir yana 3 ta kart olamiz. Boshqa kartamdan olaman. Boshqa kartamni maslahatga chaqiramiz. Ustidan qo'yay. Bu kartalarda aytibdi. Bunda aytadiki, uju pentaklilar chiqdi ko'pisi, boshqa kartadan oldim. Qan dushman bilan, shu 3-shaxs bilan oxiri nima bo'ladi? Sizga deydi, o'zingizga qoralama qilish huquqini bergansiz deydi. Faqat o'zingizni yerga urib, xo'rsinib o'tiribsiz deydi. Hamma narsa birinchi urinishdan ideal bo'lishi shart emas deydi. Xatolardan qo'rqmang deydi. Sekin asta to'g'rilab borish mumkin deyapti. Sizni savolingiz deydi ko'p deydi. Nimaga shunday degan nimadasiz deydi. U deydi, hamma narsa birdaniga urinishdan deydi, birinchi urinishdan ideal bo'lmaydi deydi. Siz urinibsiz o'sha 3-shaxslarni yo'qotishga, dushmanlaringizni dushmanlik qilmaslik uchun to'siq qo'yibsiz. Lekin deydi, bu darrov ideal bo'lmaydi deydi. Xatolardan qo'rqma deydi. Sekin asta to'g'rilab borishing mumkin deydi. Sen qo'lga kiritasan deydi. Maqsadingga yetasan deydi. Bunga aytibdiki, sekin harakat, shoshilmasdan keladigan qadam, ehtiyotkorlik deydi. Shunaqa holatni gapiryapti bu karta. Ikkinchi kartada aytyapti, endi bu maslahatga oldim boshqa kartamda. Bunga reser pentakli aytibdi, resar. Sekin harakat, shoshilmasdan keladigan qadam, ehtiyotkorlik bo'libdi sizga yana. Bunga umuman deydi, muloqot kelishish, birga harakat qilish imkoniyati bor deydi. O'sha 3-shaxs dushman, sizni aqlingizdagi insonmi? Men shu bilan deydi, albatta deydi, sekin harakat qilsangiz ham deydi, mana shoshilmasdan keladigan qadam bor sizga deydi. Siz ehtiyotkor bo'ling deydi. Muloqot qilishdan birga harakat qilish imkoniyati bo'ladi sizga deydi. Avval muloqot bo'lar ekan, kelishish bo'lar ekan, keyin harakat qilish boshlanar ekan. Imkoniyati sizni foydangizga. Mana dushmanlar aradan 3-shaxslar yo'qoladi-yu, sizni oxiri shunaqa bo'ladi deyapti maslahat kartasida. Ko'proq tortdim. Qarang, barqarorlik, amaliy yondashuv, jiddiylik bo'ladi sizda. Mana aqlingizdagi odam, 3-shaxs dushmanlarni o'ylagandan keyin deydi, mana shu holatlarni, maslahatlarni qilasan deydi. Sen shoshma deydi. Oxiri mana shu bilan tugaydi, ular bilan munosabating deydi. Aradan 3-shaxslarni ketishi, dushmanlarga to'siq qo'yishingiz mana shular bilan tugaydi deyapti. Mana bu oxirgi kartani oldim maslahatga. Barqarorlik, amaliy yondashuv, jiddiylik keladi senga deydi. Harakat bo'lishi mumkin, lekin tez emas. Avval vaziyatni to'g'rilash, ishonish, tiklash kerak deyapti. Tiklanadi ham deydi. Faqat deydi, pentaklilar keldi, ko'pligi kelgani uchun amal va sabr mavzusini kuchaytiryapti bular. Sizda deydi, imkoniyat bor deyapti mana. Jiddiylik bilan keladi deydi. Ertadan 3-shaxslar, dushmanlar o'rnini topib ketadi deydi, joy-joyiga. Sen deydi, sekin harakat, shoshilmasdan keladigan qadamga ehtiyotkor bo'l deydi. Muloqot kelishish, birga harakat qilish imkoniyati tug'iladi deydi. Harakat bo'lishi mumkin, lekin tez emas deyapti. Aniq bo'ladi harakat, lekin deydi, hozircha tez emas. Shuni ko'rsatadi. Avval vaziyatni to'g'rilash, ishonish, tiklash kerak deyapti. Shu uchun maslahat kartamda mana shunday chiqdi. Yana bitta tortaman, qoniqarli bo'lmadi axirgi javob.
Bunda kartalar nima deydi? Oxiriga aytibdi-da. Sizda deydi, mana bu karta chiqdi. Agar shu 2 karta bo'lsa deydi, mana kartalar chiqdi-ku oldindan. Birinchi bosqich tugashi, mana yonma-yon kartalarim maslahatga olganim. Mana bu yonma-yon kelgani ham ma'noda aytibdi, agar shu 2 karta olgani yuzidan deyapti bu kartam. Aql qaror gaplashuv, haqiqatni ko'rish imkoniyati keladi sizga. Uchinchi shaxslar, dushmanlarni oxiri tugashi. Ertada deydi ular ketib, siz aql bilan, o'sha aqlingizdagi odam bilan aqlli bo'lib qaror chiqarasiz, gaplashib olasiz, haqiqatni ko'rasiz, u ham ko'radi, deyapti. Birinchi bosqichni tugashi eski holatni qo'yib yuborish, katta o'zgarish bo'ladi deydi. U biladi endi dushman kim, uchinchi shaxs bo'lib nimalarni ayranglar qilyapti o'rtada, hammasini deydi bilib, vaziyat yengillashib deydi, san o'zingni shunaqa holatda tutsang, unga past ketmasang, o'zingni ijoding bilan shug'ullansang yoki ehtiyotkor bo'lib munosabat qilsang deydi. Bir xillar masalan boshqacha tutishi mumkin, o'zini palapartish fikrlamay deydi, o'z ustingda. Mana shu oldindagi aytganlarim hammasini bajargandan keyin deydi, va mana shunday holatga keladi u deydi hayotingga deydi. Faqat sen hozir o'zingni porядкаga olishing uchun oldingi maslahatlarni beryapti. Bu deydi dushman bir bosqichdan o'tasan deydi, tugaydi deydi. Yaqinda eski holat qo'yib yuboriladi deydi. Katta o'zgarish bo'ladi deydi. Aql, qaror, gaplashuv, haqiqatni ko'rish paydo bo'ladi deydi. Sen deydi eski fikr yoki eski vaziyat tugatib deydi, aniq qaror qabul qilish davriga kelding deydi. Keladi. Bu albatta ajralish emas. Sizni uchinchi shaxs bo'ladimi, dushmanliklar bo'ladimi misol uchun. Hammasi deydi sizni ajratolmaydi deydi. Ko'pincha deydi eski uslub o'lsin, yangisi boshlansin degan ma'no deyapti-da bu. Mana shunaqa holat keladi. Demak, qaytishdan oldin o'zgarish yoki jiddiy suhbat bo'ladi deyapti. Va sizni hayotingiz yana esga tushadi, dushmanlar, uchinchi shaxslar yo'q bo'ladi. Mana shunday kartalarim chiqdi. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilayman. Tezroq dushmanlar, uchinchi shaxslar yo'q bo'lsin aradan. Mushkullaringiz oson bo'lsin. Nasib bo'lsa, yaxshi kunlarda, yaxshi kayfiyatda yana vidolashish, ko'rish video orqali nasib qilsin. Ertadan nasib bo'lsa, sevishganlar taqdiri birmi deb chiqaraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj tilayman. Omon bo'ling.